Assalomu alaykum oliyjanoblar kanalining qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz? Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisiga tashrif buyurdik azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga to'liq va batafsil ma'lumotlarni dekabr va yanvar oylariga yangi qabullar boshlangan, shular haqida batafsil ma'lumotlarni Qahramon akamiz o'zlaridan olib, siz obunachilarimizga yetkazishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik. Qahramon aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom, yaxshi qoldingizmi? Charchamayapsizmi ishlar bilan? Qahramon aka, hozirgi kunda dekabr va yanvar oyini qaysi sanalarga reyslarimiz bor va qabullar davom etmoqda. Shular haqida batafsil ma'lumotlarni bersangiz va safarimiz necha kunlik bo'ladi, qayerlarda bo'ladi, shularni bir qota aytib o'tib ketsangiz. Xo'p. Avvalambor assalomu alaykum. Bizni kuzatayotgan barcha obunachilar uchun dekabr oyida 29, 30, 31 kuni Vodiydan reysimiz bor. Kunora Toshkentdan reyslarimiz bor. Yanvarga ham reyslar olinishyapti, o'zi qabullar boshlandi. Bemalol telefon qilishaversin, o'zlarini xohlagan kunlariga xudo xolasa reyslarimizni biron qilib beramiz, xudo xolasa. Tushunarli. Xo'p, safarimiz necha kunlik va qayerlarda bo'ladi? Xo'p, safarimiz 14 kun bo'ladi. 14 kun safarimiz davomida 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'linadi. Endi o'zbek milliy taomlari beriladi. Madinada 2 mahal, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari, o'zimizning o'zbek akalarimiz tayyorlagan taomlar bo'ladi. Gastiniya oraliqlarimiz bo'lsa, Madinada 150-200 metr atrofida, Makkada 1,5-2 kilometr oralig'ida bo'ladi. 24 soat davomida avtobuslarimiz bo'ladi. Bemalol ibodatga kech paytmi, kunduzimi chiqishganda avtobuslarimiz bepul tarzda xizmat ko'rsatadi. Xudo xolasa 24 soat mobaynida avtobus xizmati qo'lga qo'yilgan, xudo xolasa. Bundan tashqari 14 kun safar mobaynida ziyorat va sayohatlarga ham olib chiqiladimi? Biz 50 boshlarimiz, malakali, tajribali 50 boshlar sayohatlarga olib chiqiladi. Qizil dengiz, Arafat tog'i, Xurmo bog'i, Qur'on bosmaxonasi, hattoki Toyif shahrimizga ham olib boriladi. Ya'ni bir martalik to'lov evaziga 2 marta umra qilish imkoniyatiga ham ega bo'lishadi, xudo xolasa. Xuddi shunday. Demak, hurmatli obunachilar, bunday imkoniyatda qo'ldan boy bermanglar. Ya'ni bir marta to'lov evaziga 2 marta umra qilish imkoniyati bo'ladi. Ya'ni Toyif shahriga sayohatlarda ham amalga oshiriladi. Bundan tashqari Qizil dengiz sayohati ham bormi? Qizil dengiz hammasi bitta to'lov ichida bo'ladi. Hamma sayohat va ibodatlariga bemalol 50 boshlarimiz tomonidan olib yuriladi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda siz ham ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan birgalikda umra ziyoratiga ishonchli va garantiyali tur firma orqali bormoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol joylarda bron qilishlaring mumkin do'stlar. Biz sizlarga eng ishonchli va garantiyali tur firma Centrum Holidays'ni tavsiya beramiz azizlar. Xo'p, Qahramon aka, narxlarimiz qanday bo'ladi? Xo'p, narxlarimizni chegirma asosida $1050 qilib belgiladik. 10-yanvargacha bemalol telefon qilishaversin. $1050 10 yanvargacha. Toshkent, Farg'ona va Namangan yo'nalishlari bo'yicha to'g'ridan to'g'ri reyslar bo'ladi. Do'stlar, tavsiya beraman, $1050 dan to'lovlarni qanday amalga oshirishadi? Xo'p, to'lovlarni onlayn tarzda ishlayveramiz biz. Musofirdan, misol voha tomonlardan ko'rayotganlar uchun Vodiydan bo'lsa bemalol ofisimizga kelib, rasmiy kassalarimizga to'lov qilishlari mumkin. Telegram orqali yozishsa, pasport, zagram pasportlarni tashlashib bersa, biz shot raqam beramiz. Centrum Holidays'da o'zlariga qulay bo'lgan bank filiallaridan bemalol kirib to'lov qilishlari mumkin. Xudo xolasa, ya'ni bank orqali to'lovlarni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Do'stlar, mana o'zlaring ko'rdilaring, sizlarga to'liq va batafsil ma'lumotlar berdik degan umiddaman. Agarda videomizda xato va kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kommentariyada niyat qilganlar niyat qildim, inshaalloh bizni ham ota-onamiz va oila a'zolarimiz bilan birgalikda borishlik nasib qilsin deb kommentariy yozib qoldirishni unutmanglar azizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Qahramon aka, rahmat sizga. Rahmat.